Machete. Muji yumorlari. Şu beliq tutuşda diqqat qiladigan bir ikki turlik masala. Birinchi masala savrchanlik. Yani birse nima tutyapmiz bularda? Tutyapmiz pot, nima tutsa? Yo, nataqsi billah ham tutyapti qaqshay deb turma. Nima ish qilyapmiz dadimi? Voy, beliq tutyapmiz ko'rmadimmi? Siz bir beliq tashlab qo'yganmi yomon ko'lga? ya Darsimiz qamoq tashlab qo'ymas. Azmamas, taqmaqama. sizlar mutmakun. Sizning ketdi. Siz bishqolloq qolgan emasmi makolna? To'g'rimi? Ketsak bo'lar. Ketmanglar va ish kerak qo'lloq tashlab qo'yib to'sib turgan. Endi yig'ib tashlab tatib yig'mangman buguncha. Agarda eng bozorliq mallarni, bir ton mal olsangizmi eng tuvan bahada mal kirgizishni o'ylasangiz, Yevu Guangzhou zavod mallarini zavod bahosidami tuvan oldi bevosita kirgizishni o'ylasangiz, darhol undidor savdogarlarning eng sistemalashgan mal kirgizish subsi bo'lgan Xinjiang savdo mal to'g'ri kiring. Mablag' silish hojatsiz, mal besib olish hojatsiz. Hozir salonga kirsangiz 1111 yuanlik qizil bo'loqqa erishib ko'rsangiz bor. Salon izlash nomi Shiji Malcom. Çıkma. Ödem yok şu an vardı. Ha? Ödem yok. Ben gideceğim de bak. Ya ödem yok böyle. Evet güzel. Yok dengan demam bala. Ödem yok güzel. Ma ödem yok dedim. Ya ma bari dedi mi? Ya bizden hoşnumuz tutsun biz bilmem dedim ödem yok bu öde. Vay hali uzun bol ödem yok. Ödem bulmuş uyan ortamamsa özem kalkın bu iş ne? Da sen uyan makan kim bana? Kurbancan. Bakaysa? Ve iş tatlıları kapatayım mı? Ba degan tidaymi? O yok digenliki yok ma işki sökep peski içpire pesti kakamla. Machete. Muji yumorlari. Machete. Machete. Muji yumorlari.